cheklanishimiz oshqozonimizni o'zi aslida sog'lom ishlashimiz negizi. Chunki quyosh energiyasida ovqat hazm bo'ladi. Oy energiyasida ovqat hazm bo'lmaydi. Hozir nega yoshlarimiz kechasi yig'ilib olib, kechasi bilan hatto 11 bo'lib ketadimi, 12 bo'lib ketadimi, o'sha fast foodlardan bosh ko'tarmay kapalab yeydi. Qanday qilib bu oshqozon ertaga bizga sog'lom ishlab bersin? Oshqozondagi tiqilma boradi, yo'g'on ingichka ichak hazm qila olmaydi, yo'g'on ichakka boradi. Qabziyat, shunaqangi qabziyatki endi yurmaydi taom. Ana undan keyin qon quyuqlashgan, hammamizda davleniya yo bo'lmasa boshimiz og'rigan, lohas, hali ish yoqmaydi. Na onamizni gapi kiradi kallamizga, na dadamizni nasihati kiradi. Hammamiz qiynalgan, azoblangan. Voy nima qilay, boshim og'rib ketyapti, holsizman, qo'lim uyushib ketyapti, oyog'im uyushib ketyapti. Voy o'zimizni qachon isloh qilamiz? Shuncha nasihatlarga qachon amal qilamiz? Arastuning Iskandar Zulqarnaynga 10 ta nasihatini ma'nosini aytib beraman hozirlarga. Yodingda tut deyapti. Yegan ovqating midada hazm bo'lmasdan turib, ustidan hech narsa ovqat yema. Agar yesang, sihating juda katta ziyon ko'radi. O'z joningga behisob balolar, dardlar orttirib olasan. Ovqatning hamisha yengil va xushbo'y bo'lsa ovqating, mizojing hech qachon kamquvvat bo'lmay sog'lom yurasan. Yana ulug'lar aytmishlarki, me'yorida taom yesang seni ovqat ko'tarib yuradi. Agar ko'p ovqat yeguvchi bo'lsang, sen ovqatni ko'tarib yurasan. Tiqilma qilib ovqatni ko'tarib, xomsemizlarcha tana vaznimiz ortib, ana na oyog'imiz bosgisi keladi, na ongimiz ochiladi, na ishqigimiz keladi. Yotamiz yapayib, anta qanday yotgan tarada ovqat yana hazm bo'lsin. Ya'ni ko'p ovqat yeyish badnafslik hisoblanib, pirovardida insonni halok qiladi. Yana ikkinchi nasihat, unutma, qattiq, g'aliz ovqatlardan nafsingni tiy. Agar bunday taomni yesang, midangga zarar yetadi, tishingga ham alam yetadi. Midang oshqozoning ko'tarmagan ovqatni aslo yema. Hazm qilish og'ir taomlar tanangda tashvish ko'paytiradi. Dard tortguvchi o'zga kishi emas, o'zingsan. Shunday ekan joningga jabr qilma. Nafsni tiy. Qanday taom mizojingga to'g'ri kelishini bilish uchun salomatligingning negizini mana qaysi mizojdasiz, qaysi taom o'zi insonni tanasi doimo signal berib turadi. Men uni yeyman, men buni yeyman. Xuddi shunaqa o'tgan kuni Instagramimga kim nima yeyishni xohlayapti, tanasi o'shanga qarab tashxis qo'yaman desam, voy, endi 500-600 javob berib ham tagiga yetib bo'lmadik. Minglab odam reaksiya qoldirgan ekan. Xullas, aytayotganim, hamma bu qiziq uchun qo'yilyapti. Hamma mizojini bilgisi keladi, mizojiga mos ovqatni tanlashni bilgisi keladi. Ozgina o'qisak, anglasak, o'rgansak bo'ldi inshaalloh. Xullas, uchinchi nasihat, biror joyingda og'riq qo'zg'alsa, o'zingni darhol har xil dorilarni qabul qilib ichishga o'rgatma. Sabr, qanoatli, bardoshli bo'l. Balki bu dard shunchaki o'tkinchidir. Nega deganda, bir kun to'yib ovqat yedik, bir kun ro'za tutsak, maza qilamiz. Eng to'g'ri ro'za kimniki deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Davud alayhissalomning ro'zalari deganlar. Ular bir kun yesalar, bir kun ro'za tutganlar. Tanalari shu darajada bir kunga yegan ovqat oshqozon ikkinchi kuni abrobotga qiladi tanani uchun. Shunaqangi tozalab beradi. Hech qanaqa dard ko'tarib yurmaymiz. Og'ir ovqatni ko'tarib yurmagan inson hech qachon dard ko'tarib yurmaydi. Darddan aslo qo'rqma. Agar sen badaningni har xil doriga o'rgatib qo'ysang, bu eng yomon illatdir. Dori ta'sirida tanamiz ishlashni boshlaydi xolos. Negaki badaningning biror yeri og'risa, avval qabul qilgan doringni yana qabul qilmaguningcha sihat topolmaysan. Shuning uchun ham bunday azob va ko'rguliklarga duch kelmaslik uchun har xil dorilardan voz kech. Har xil ovqatlardan, odatlardan saqlan. 4-chi nasihati. Arastuning nasihatini sizlarga o'qib beraman. Inson a'zosini a'zo qilib turgan narsa tomirlaringda oqayotgan qoningdir. Sen uni juda ehtiyot qil, chunki badandagi salomatligingning qo'riqchisi qondir. Hech qanday zaruriyatsiz, ehtiyotsiz holatda tanangdan qon chiqmasin. Qonni bir eng do'st kabi avayla. Agar badaningda qon bo'lmasa yoki qon kam bo'lsa, butun taning bargday sarg'ayib so'ladi. Nochor
dardchil bo'lib qolasan. 5-nasihati. Oqil kishi bo'lib, navbatdagi nasihatimga quloq sol deyaptilar. Podshohga Arastu nasihat qilyaptilar. Taningda balg'am paydo bo'lsa, uni bartaraf qilish chorasini ko'r. Qayd qilib bo'lsa-da, bu illatdan qutulishga harakat qil. Mana dori ichmasdan ham bitta zardob bilan qusib olish qanchalar insonni yengillashtiradi. Shunaqa boshlarimiz qusish ta'sirida oshqozon, ichak, peristaltikasi shunaqa dahshat bo'ladiki, o'sha peristaltikaning o'zidan rohatlanib ketadi. Ochilmagan o't qop zagibmi, ular ochilib ketib qoladi. Bittagina zardob bilan qayta qusishimiz natijasida ham zardobni o'zi ham yo'llarni ochib o'zi tozalab beradi, o'zi aslida ichganimizda ham. Qusganimizda ham. Mana shu qayd qilish haqida gapiryaptilarki, taningda balg'am paydo bo'lsa, uni bartaraf qilish chorasini ko'r. Qayd qilib bo'lsa-da, bu illatdan qutulishga harakat qil. Balg'am kuchayib ketsa, turli og'ir dardlarga duchor bo'lasan. Ya'ni hozir hakimlarning bayon qilishlaricha, balg'amning ko'pligi nafas yo'llari va a'zolarini yallig'laydi. Yo'tal kuchayadi, ko'ngil ayniydi. Hazm sustlashadi, qabziyat bino bo'ladi. Jig'ildon qaynoshi vujudga keladi. Darmonsizlik, oyoqlarning qalqib og'rishi, bosh gangishi, quloq chinqirishi avj oladi. Bu hol uzoq davom etsa, saraton, rak bezlari faolligi ortadi. Yel, kezak terlamalarga duchor qiladi. Binobarin badan a'zolaridagi sihatlikni balg'am g'orat qiladi. Balg'am anaqa kuchaytirib yuboradi degan. O'shaning uchun ham balg'am kasalliklari hammasi nafas yo'li kasalliklari hisoblanadi. 6-nasihatlari unutmaginki, zahar tang qilib qolsa, darhol yozilib olishing kerak. Masalan, ko'pimiz nima deydi, peshob chiqarish kerak bo'lsa, o'shani saqlab turish harakatini qilamiz. Peshobni uzoq vaqt tutib turib bo'lmaydi. Kim bunga e'tibor bermasa, buyrak xastaligiga duchor bo'ladi. Buyrakda tosh paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu dardni orttirib olish hayotiy quvonchingni barbod qiladi. G'am g'ussada qolasan. 7-nasihatlari. Musulmonlarning birinchi poyasi shahodat. Musulmonchilikning birinchi poyasi shahodat kalimasini izhor qilgandan so'ng pok bo'lishdir. Pok bo'lish haqida mana qachonki hojatga borsang, doimo tahorat qilishga, ya'ni avratlaringni yuvib pok bo'lishga intil va buni doimiy odatingga aylantirib ol. Sen har vaqt pokiza, ozoda bo'lishga odatlansang, qalbing doimo shodlikka to'ladi. G'am, hasratdan yiroq bo'lasan. Har yaxshi ishni bajarishga kirishsang, barakot topasan. Bizani dinimiz faqat poklikka buyurgan. Faqat dinimiz tozalikda, gigiyena qoidalariga rioya qilishmaydi. Hamma bolalarda gijjalar, bir-biriga yuqtirgani gijjalar. Hamma qo'llariga qarasanglar, bolalarni sovullab yuvilmagan, yuzlar kir, kiyimlar kir. Mana shuni ortidan ya bo'lmasa uylarimiz supurilmagan, ya bo'lmasa qanaqadir nima deydi, o'zimizni tozalikka e'tibor bermasligimiz natijasida bir-birimizga kasalliklarimiz, hatto atmosferadan, havodan yuqishi, bular hammasi bizlarni tozalikka buyurganligimiz va tozalik bo'lmagan joyda dard, kasallik paydo bo'lishi. Surayyo Asalim, o'chirib qo'ying mikrofoningizni. Xullas, 8-nasihati shuki, madomiki poklanishni odat qilibsan, tez-tez hammomga borib turishni tark qilma. Issiq suvda boshdan oyoq yuvinib, ko'p terlashga harakat qil. Bunda badaning yumshab, qalbingda muloyimlik paydo bo'ladi. Hammomda terlash oqibatida vujudingdagi dard va turli xil moddalar chiqib ketadi. Yangi kuch-quvvat va a'lo kayfiyat topasan. Muhimi, salomatligingni mustahkamlagan bo'lasan. Birgina hammomda qancha tuzlarimiz eriydi, qancha qon tomirlar ichidagi aterosklerotik, hatto davlinada hammom mumkin emas deymiz-u, lekin aslida qon tomirlar ichidagi tiqilib qolgan sovuqlikdan bo'lgan tuzlar erishi natijasida ishoninglar, o'sha davlinalar ham ketadi. Hammomning issiqligidan tana bahra oladi, qon aylanish yaxshilanadi. Odamning kayfiyati ko'tarilishiga yengil qushday bo'lib chiqish. Agar u yerda turib olib oldingi hammomlarda kabi yalpizlarimizdan guldastadek
nimalar yasab olib o'shalar bilan urganday tanamizni oziqlantirsak, agar mana massaj deyiladi-ku, oldinlar supurgi bilan urganday nima deydi, rus hammomlarida bo'lardi, eslasanglar. Mana shu supurgi simoq qilib olib yalpizlarimiz pudana deymiz-ku, o'shalar bilan tanamizni ursak, shunaqangi terilarimizdagi xohlagan dard ham birato'la chiqib ketadi-da. Mana hammomning